Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlarim, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi bir chiroyli shumkali navisimizni Toshkent viloyatiga olib kelib o'rnatdik. Mana juda chiroyli chiqdi. Eniga 4,5, uzunasiga 7 metr razmerga bo'ldi navisimiz. Bunda navisimizdan tashqari oldida 18 metr rishotka bor ko'cha tarafida. Ularni ham Xudo xohlasa videomizni oxirigacha kuzatsalar bir qator materiallar haqida bir tanishtirib o'tib ketamiz. Bu navesimiz shumkali navesimiz. Stoykalari 8 ga 8 profil bo'ldi. Ikkilik stenada mana xorilari lazer listlari 1.8 lik listdan bo'ldi. Ustidagi firmalari esa 4 ga 2 profildan bo'ldi. 1.7 stenada juda chiroyli chiqdi. Shumkali navesimizda birinchi qavati faner bo'ldi. Mana kraskalangan oq fanerdan qo'yildi. Dov faner. Ikkinchi qavatiga o'sha falga yozildi. 0.5 qalinligidagi falga. Uni ustidan profnastil listimizni qatirdik. Mana juda chiroyli chiqdi bu navesimiz ham. Bu navesimiz 1 kvadrat metrini 350 ming so'mdan olib kelib ustanovka qilib berdik. Mana ustullarni ham taglariga chiroyli gullarni qo'yib ustanovka qildik. Xudo xohlasa kimga shunday naveslar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana oldidagi rishotkalarini va darvozamizni ham Xudo xohlasa 3 yil bo'ldi. Ana o'rnatib ketganimizdan keyin akamiz nomerimizni saqlanib qilib qo'ygan ekan. Mana telefon qilganda qolgan xizmatlarni ham Xudo xohlasa ana chiroyli qilib yakunlab bo'ldik. Darvozamiz 3 yil oldingi darvozamiz. Mana Xudo xohlasa kraskalari ham juda chiroyli holatda turibdi. Mana tepasiga kazirok qildik. Eniga 1,5 metr, oldiga chiqishi 1,5 metr, eniga 420 razmerda bo'ldi. Bu navesimiz 1 kvadratda 550 ming so'mdan Lexarli variantda qo'yildi mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Ana oldidagi rishotkalari mana high-tech fasondagi mana chiroyli rishotkalar. 18 metr rishotkasini ham o'rnatdik. Buni 1 metrini 600 ming so'mdan ustanovka qilib berdik. Mana ko'rishlaringiz mumkin hurmatli aka-ukalar. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovka mavjud. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xohlasa chiroyli qilib joylaringga ustanovka qilib beramiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xohlasa kimga shunday darvoza, naves, rishotka xizmati kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovka mavjud. Kanalimizni doim kuzatib boringlar. Keyingi videolarimizda ham Xudo xohlasa o'rnatish, kraska sepish jarayonlarini qo'yib boramiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hurmatli aka-ukalar.